Bilasiz, meni yonimda hozir uzoq yillik tajribaga ega agronom Abdurahim aka turibdilar. Abdurahim aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shunday katta bir issiqxonani barpo qilganingizni eshitdik. Bilasizmi, bugun ko'pchilik o'zini uyini oldidagi tomorqasidan ham samarali foydalanmaydi-da. Siz mana shunday katta joyda bir ekin ekishga tayyorlabsiz. Keling, bizga buni boshlanishini aytib bering. Qachon boshladingiz? Bu issiqxona qachondan mahsulot bera boshladi? Shu haqida ayting. Avvalambor assalomu alaykum. Endi bu aytganingizdek bu teplitsa, bu issiqxonani qurilganiga 4 yil bo'ldi. Endi bu soha bo'yicha 20 yildan beri shug'ullanib kelamiz-da. 20 yildan beri shug'ullanib kelamiz. Asosiy bizlar birinchi uyda boshlaganmiz. 3 sotik, 4 sotikdan boshlaganmiz. O'sha paytda yaxshi daromad qilardik. Sonadan ikkita ekin ekib olardik. Mana shu ko'p yillik daromadlar evaziga mana shu teplitsani kengaytirish maqsadida shu yerda mana shu yerdan birgacha teplitsa yer orttirib, teplitsa qurdik, issiqxona qurdik. Mana 3 yildan beri mana shu issiqxonani ishlatib kelyapmiz. Undan tashqari uyda ko'chatxonalar bor, uni ham ko'rasizlar hali. Bas ko'chatni ham o'zimiz yetishtiramiz. Mana shu yerda doimiy 6-7 kishi ish bilan band. Mana shu issiqxona. Mana shu issiqxonada uyda 7 kishi, 6 kishi doimiy ish bilan band.